Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Mana bizdan arzon pechka so'raganlarga oddiy, arzon, orqasida temiri bor. 28 ming so'mga material bilan O'shta atrofida. O'shdan uzoqlashgan sari yo'l kirasiga pul qo'shiladi. Mana 3 ta ochistnoy tozalaydigan eshigi bo'ladi. Mana bitta, ikkita orqasida ham bitta bor. Kul oladigan, orqasida mo'risini tozalaydigan va tepasida ham bor mana bitta. Ikkita kichkina duxovka ketadi. Bitta katta duxovka ketadi, bitta usti, bitta rishotka, temir lis, 300 ta g'ish ketadi arzoniga. Arzonni farqi o't yonadigan joyi. Mana bu eshiklar oddiy eshik bo'ladi, prosto. Mana eshik emas, O'zbekistonda eshigi bo'ladi. O't yonadigan joylari огнеупорный g'ish bo'lmaydi, arzon pechkani. Sement, turpoq, qum, somonda suv oladi. O't yonadigan joyi. Qimmat g'ishda огнеупорный g'ish bo'ladi. Bir donasi 150 so'm. O'tga chidamli. O't yonadigan joyga g'ishdan uramiz. Eshiklari O'shtiki yo Bishkekniki bo'ladi. G'ishlari yotig'iga uriladi, gullar ochilib. Orqa tarafini ko'rsatamiz. Mana orqa tarafi mana ochistnoy eshigi tozalaydigan. Katta duxovkasi, non, somsa hamma yoq pishirsa bo'ladi. O'sha duxovkada pishiradigan narsani pishirsa bo'ladi bemalol. Kichkina duxovkasi mana listi, kichkina list, katta list emas. Mana ozg'ish ketadi, 2 metraj mo'ri. Eng arzon pechkalardan biri mana shu oddiy pechka. 28 ming so'mga O'shta atrofida bitadi. O'shdan uzoqlashib ketib qolsak, yo'l kira qo'shiladi. Novqat, Aravon 1,5 ming, O'zgen 2 ming, shunday qilib uzoqlashib ketaveradi. Bu Batken oblasti Qadamjoy rayonida bu. Qadamjoyga 4 ming, o'ziga 4,5 ming Qadamjoydan uzoqlashgan sari. Haydarkon 5 ming. Yo'l kirani o'zi. Ikkita, 3 ta pechka bir bo'lganda kelamiz. Yo'l kira sababi odamlarga arzon tushsin deb. 2-3 ta pechkani materialni bitta qilib ketamiz. Bir qilib kelamiz. Shunda yo'l kira bo'linib qoladi. 1000 so'm, 2000 so'mdan tushib qoladi. Eng arzon pechkamiz Batken oblastida ham, o'sha oblastida ham mashhur bo'ldi. 28 ming. 2022-yil fevral, nechinchi fevral hozir? Fevral oyida bo'layotgan ishda keyin narxlarni aytib chiqarib qo'yapman, keyin 28 ming qimmatlab ketib qolishi mumkin-da bu narsalar. Narxini shuncha aytib, kamroq chiqaramiz narxini. WhatsAppdan aytamiz. Qimmatlab ketib qolsa keyin mancha so'mga turgan ekan u deydi. 22-yil. 2022-yil. Mana. Ishida quyosh chiqyapti fevral bo'lsa ham mana. Qog'li rayon. Tog' buyog'imiz. Mana akalar. To'lig'ini ko'rmoqchi bo'lganlarga pechkani noldan boshlab chiqaring deyishibdi. YouTube'ga o'tib, agar TikTok'ga qo'yadigan bo'lsam, Stroy History deb yozib ko'rishingiz mumkin to'lig'ini. Kanalimizning pastki qismlarida to'liq videolar bor. 2 etajli qilganimiz, 1 etajli qilganimiz. Bu oddiy pechka bo'ldi. 3 ta kanallik. Hamma pechkamiz har xil bo'ladi. Biriga biri o'xshamaydi akalar. Shuning uchun joylarga moslab, xonalarni katta-kichiga, baland-pastiga qarab turib beramiz.